Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Chorus kanali do'stlar. Bugun sizlar bilan men Minecraftda qanday bo'lmasin, bizning maqsad to'xtanglar. Men omadlimanmi shunchalik? Men hech qanaqa set yozmasam ham qishloqchi qo'rani. Короче, maqsadni aytib o'tsak, bugungi videomizda maqsadimiz shunchaki gaz bo'ladi. Gaz tengsak bo'ldi va video tugaydi-da, короче. Do'stlar, kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosinglar, o'rtoqlar. Biz videoni boshladik. Va mana ketdik qishloqqa. Rost aytyapman, mana set emas bu. Set emas. Hech narsa yozmam, shunchaki. Hech narsa yozmasdan qoldim. Bu qishloqda nima normal nima bor? Mana shu uyam topib ketamiz. Mana shu meni uyim bo'ladi, ukalarim. Faqat sal tozalash kerak. Mana bu yerda aniq narsa bo'ladi. Yaxshi. Rostdan lekin o'rtoqlar, men topib qo'yganim yo'q. O'lay agar. Aldasam. Rost aytyapman. Va endi mana bu uyda hech narsa bo'lmaydi. Va digital nima sotadi, sotmaydi. Mana yaxshi narsalar bor ekan. Bitta shlem bilan va bitta kiyim yasab olaylik-da. Ipaqir. Menga kerak yo'q. Ya'ni bitta qilsak yetadi. Bo'ldi. Shu bitta temir topsak bo'ldi. Menda o'zi o'xshaymi, bilib ko'ramiz. Mana sindiram. O'xshadi menda. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Va ovqatim bor ekan, mayda degan samon yo'q. Kon. Yo'q, konga tushmaymiz hali. Biz daraxt chopib, yaxshilab kuchayib olishimiz kerak. Chunki menga cho'p kerak. Ana yaxshi biyom topildi. Aytaman yo'q, cho'l ekan. Oltin tapor yasaymiz, istayam yo'q. Faqat menga bersa kerak. Qishloqdan ketdim. U yaxshi ikkita. Bittan tayoqchalar ko'p rasi. Yaxshi biyom nimagadir chiqmayapti. Voh. Qornim och lekin. Mayli lekin. Olmam bor. Chiqay ketdik. Yaxshi biyom chiqmayapti. Meni bir omadim kelib, bir omadim kelmayapti. Yo'qman. Bu yoqqa qo'ygancha. Bir savolaylik mana shu. Yaxshi mendan qoch. Yomon lekin. Bu yoqqa namnamchi tez yugur. O yaxshi oddiy biyomga kelib qoldi. Yaxshi qo'yin. Yaxshi. Usha olmayapmiz. Masingma. Jo'jichir. Analar bor ekan.
Shunda darajalarni ko'paytirib narsalar yasasa bo'ladi. Hatto mol bor ekan. Bu mol qolsin va menga sut kerak. Va men ikkita va bizga qo'shibdi. Bu tapa kerak va bo'ldi. Baqirimiz bor. Endi bizga mol kerak boyagi mana. Sut ber. Endi sut nima kerak ichib? Qorinni to'yg'izmasa yugurib bo'lmayapti. Endi yugurdi. Bu mana yaxshi desam shu bor ekan. Kerak mana shu yerdan pastga qarab ketaveramiz. Mana shu yerdan o'zimizga bitta kichkina uycha quramiz. Bizda ko'p bo'lib ketibdi, yaxshi mayli, yetaveradi. Bundan yasab mana shu yerga qo'yamiz va bularda pastga mana shu yoqda qo'yib kirkim qan. Mana ekan. Yo'qotdim deb o'ylabman. Yig'inam chiquradi bu. Va qornimiz to'ydi. Kecham tushyapti ekan. Bizga ko'mir kerak fakir yasash uchun. Bularni kattalashtiramiz. Unga ko'ra ikkita qo'yaylik. Ikkita nega? Ikkita qismdan iborat bo'ladi bu video. Shuni aytmoqchi edim. Biz mana shuni kutamiz. Kutamiz degan. Men aytdim, ko'mirlar chiqmayapti. Bitta ko'mir bo'lgan. Shaklga yetardi. Kutamiz endi. Charchapman boru. Qishloqdan yugurib keldik. To'g'rimi? Albatta videoga like bosib kanalimga obuna bo'ling. Va quyoshdan chiqyapti quyoshim. Bundan 12 bor ekan. Yo'lloy kerak.
kerak. Dedim biz mana shu yoqqa uy quramiz. Avval menga daraxt kerak. Bekorga oltinimni ishlatib qo'ymaru. Bu tez sinib ketadi. Judayam tez sinyapti-yu bu. Mana shu bir marta o'lsak video tugaydi. Bechara sinib ketmasin. Bu boltam kerak. Ko'pga. Hal toshdan yasab olamiz. Bo'ldi. Mashinaga yetsin. Rasam ketdi. Mayli 23 ta metr. Qancha qoldi? Hozir uyimni qurib olib aytaman. Va mana uyimni ham qurib oldim va ortgan temirga bitta qilich yasab oldim. Va video o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. O'rtoqlar, hammaga xayr. Ikkinchi qism bu chiqadi. O'rtoqlar, shuning uchun tezroq biz 150 ta obunachi bo'lishimiz kerak. O'rtoqlar, hammaga xayr. Bittasi telefon qilib qoldi.